videoga like bosib, yaqinlaringizga uzatib qo'ying. Yana bir narsani aytib o'tay. Buni bejizga qo'limga olmadim. Agarda siz har kuni ichingizni keltirmasangiz, mana shunaqa og'ir yukni o'zingiz bilan olib yurgan bo'lasiz. Bu og'ir yuk ichagingizda bo'ladi-yu, lekin butun tanaga ta'sir qiladi. Agarda siz o'ylaysiz, men sano va har xil ich keltiradigan dorilar bilan ichimni davolayman, qabziyatdan qutulaman desangiz, bu katta xatolik bo'ladi. Agarda siz bu dorilarni iste'mol qilib odatga kirgizsangiz, sizni ichagingiz dangasa bo'lib qoladi. Ichak esa xuddi bachadon, farzandni tug'ayotganimizda bachadon bolani chiqarishga harakat qiladi-ku, ya'ni dard keladi, to'g'rimi? Ichak ham shu vazifani bajaradi. Axlatni mana shunaqa qilib siqib chiqarib yuborish kerak. Agarda siz u damlamalarni yoki u dorilarni ichib qabziyatdan qutulaman desangiz, ichakni dangasa qilib qo'yasiz va ichak sizga bo'ysunmaydi. Yana bir zo'r uslubi esa meni YouTube kanalimga obuna bo'lib, o'z fikringizni va muammolaringizni kommentariyada yozib qoldirish. Chunki sizni muammoingizga qarab turib, men yechim beraman. Bugungi bermoqchi bo'lgan ma'lumotim shu edi. Videoga like bosib, yaqinlaringizga uzatib qo'ying.